payg'ambar alayhissalotu vassalom muborak hadislarida, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda, unsur akhaka zoliman aw mazluma, zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham birodaringga, do'stingga yordam bergin. Sahobalar so'radilar: "Ya Rasululloh, mazlumga qanday yordam berishni bilamiz?" Mazlum qanday yordam berishni bilamiz. Kayfa nansuru zoliman? Zolimga qanday yordam beramiz? Qala tahjuzuhu an zulmihi fadhalika nasruhu. Uni zulmidan qaytarasan, zulm qilishligidan saqlab qolasan, o'sha sening birodaringga qilgan xizmating bo'ladi. Zulm qilyapti. Zulm qilgani sari gunohlar pallasiga gunohlar yozilyapti. Vizru yomonliklar tushyapti. Zulm qilyapti, gunoh yozilyapti. Zulm qilyapti, gunoh yozilyapti. Ana endi shundan tiyasan uni. Mazlumga yordam berish oson. Zolimga yordam berish qiyin. Mazlumga yordam qanday berasiz? Yoniga borasiz. Puli olingan bo'lsa 1-2 so'm pul berasiz. Uyi olingan bo'lsa imoratiga yordam berasiz va hokazo. Zolimga yordam berish qiyin. Nima uchun? Kim zulm qiladi? Puldor odam, imkoniyatli odam, mansabdor odam, katta qora odam va hokazo. Zulm qilishi mumkin. Zulmni hamma ham zulm qo'ldan kelmaydi dedi. Zulm qilishlik uchun imkoniyat, vakolat va nima kerak? Iqtidor kerak. Ana endi men vakolatli odamni oldiga borib, nasihat qilib, uni qaytarishdan qo'rqaman. Nima uchun? Mendan aloqani uzmasin. Mendan o'zini yiroq qilmasin. Chunki o'zimni ham iltimoslarim bor-da. Rejalashtirayotgan iltimoslarim, qilinishi kerak bo'layotgan ishlarim bor. Hozir men birov uchun borib bunga bir gapirsam, bu meni o'zidan uzoqlashtirsa, meni ishlarim qilib qolib ketadi. O, ulug' shamansiz, qilgan ishingiz hammasi to'g'ri. U muttahamni o'zi noto'g'ri. Sizga gapirishni va hokazo. Nima uchun? Zolimning yondirayotgan zulm oloviga puflagan kerosin qo'ygan bo'laman. Nima uchun? O'zim uchun. Shaxsiy manfaatim uchun. Mazlum ezilaveradi, zolim gunoh olaveradi. Bu yerga odam tomoshabin bo'lib qolaveradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana bundan qaytardilar. Ana Abi Darda radhiyallohu anhu, Abu Dardo radhiyallohu anhu aytadilar-ki, da'vatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril g'aybi mustajabatun. Musulmon haqida u bo'lmagan, u ko'rmagan, u eshitmayotgan vaqtidagi qilgan duosi ijobatdir. Ko'rmayapti, bilmayapti, eshitmayapti. Uni haqqiga qilgan duosi ijobat. Inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi qala al malaku amin va laka mislu zalik. Birovni duo qilayotgan bo'lsa, uning boshining ustiga farishta turadi. Farishta bu qilayotgan odamning duosiga amin deydi. Va laka mislu zalik. Senga ham shunday bo'lsin deydi. Ana endi biz musulmonni duo qilamiz. Bir insonni duo qilamiz. Parvardigor, imtihonlarga kirayotgan talabalarga o'zing muvaffaqiyat bergin. Bosh ustimizda, boshimizning ustiga farishta bor. Ya Rob, buni ham bolalari agar imtihonga kirayotgan bo'lsa, ularni ham muvaffaq qilgin. Ana endi biz odamizot tilimiz bilan, gunohkor tillarimiz bilan, og'zimiz bilan birovni duo qilyapmiz. Bizni haqqimizga kim duo qilyapti? Farishta duo qilyapti. Uning duoyi tasbihini Alloh hargiz qaytarmaydi.